Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga berilgan bir qism muhim xabarlarimizni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur elida yuz berib atgan qonliq to'qinishlarning sababi haqida to'xtalgan Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim Xitoy rahbarlarini oldi bilan qon purab turgan bayonotlarini to'xtatishga chaqirdi. U mundaq dedi: Sotning hukmisiz ijro qilinayotgan o'lim jazolari naq maydonda etib o'tishlar, majburiy g'oyib qilib o'tishlar, qor quyuq tutqun qilishlar, yerlarni tatib olib, sargardon qilib o'tishlar mana bu qonliq voqealarni keltirib chiqarayotgan, hal qilmasa bo'lmaydigan masalalar. Xitoy hukumatı buni hal qilmasa albatta Uyg'urlar tinch turmaydi. Xitoy xalqiga tinchlik bo'lmaydi. Xitoy hukumatini Uyg'urlar tinch qo'ymaydi. U yana Xitoy xalqiga xitob qilib, ularni Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy va har jihatdan chetga qilayotgan va ezilayotganligidek reallikni e'tirof qilishga, Xitoy hukumatini bu masalalarni hal qilishga da'vat qilishga chaqirdi. Xitoy axbaratlari tarqatgan va o'zimiz egallagan ma'lumotlarga qaraganda 8 may Aqsu shahrida qonliq voqea yuz berib, oz degandimi bir odam o'lgan. Xitoy doiralarining ko'rsatishicha, Xitoy soqchilari gumonliq deb qaralgan bir kichik mashinani tekshirishga kelgan. Natijada qurolli soqchilar bilan mazkur mashinadagi ikki Uyg'ur yosh orasida to'qinish yuz bergan. Xabarda ilgari surilishicha, ikki Uyg'ur yosh tuyuqsiz pichoq ko'tarib soqchilarga hujum qilgan. Soqchilar bir Uyg'ur yoshni naq maydonda etib o'ldirgan. Yana bir Uyg'ur yosh qo'ldagi pichoq bilan bir soqchini og'ir yaralandirgan hamda naq maydonda tutilgan. Xitoy axbaratlari hujumchilarning yana benzin qachilangan botilkini soqchi avtomobilga otganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, yerlik soqchilar bularning butunlay o'ydirma ekanligini bildirdi. Odam bomba hujumchisi Sadriddin Savutning Shoyar Gulbog'dagi urug' tuqqan va do'stlaridan 100 kishi tutqun qilingan. Xitoy axboroti Sadriddin Savutning 30 aprel Urumchi vokzalida yuz bergan portlashning bosh gumondori ekanligini xabar qilgan edi. Radiomizning egallashicha voqeadan keyin yerlik doiralar Sadriddin Savutning urug' tuqqanlari va do'st birodarlarini qor quyuq tutishga boshlagan. Saqchilarning oshkorlashicha, tutilganlarning ichida kichik bolalar va onalarmi bor bo'lib, qo'shni yezilardimi Sadriddin Savutga chedishli kishilar tutilgan va tekshirilgan. Bu yil 39 yoshli Sadriddin Savutning Aqsu Shoyarning Gulbog' yezisidan ekanligi ma'lum. 30 aprel Urumchi vokzalida odam bomba hujumi yuz berib, ikki hujumchini o'z ichiga olgan 3 odam o'lgan, 80 ga yaqin odam yaralangan edi. İlham To'xtaning qizi dadisi uchun berilgan erkinlik mukofotini topshirilish marosimida so'z qilib, Xitoy hukumatini tutqundagi dadisini shartsiz qo'yib berishga chaqirdi. Amerika qalamkashlar jamiyati bu yil 15 yanvardan buyon tutqunda turayotgan İlham To'xtaga 2014-yillik Barbara Goldsmith yezish erkinligi mukofotini bergan. Mukofot berish marosimi 5 may Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida ochildi. Dadısıga vakalatan mazkur mukofotni topshirib olgan Javhar İlham, dadisining faqat Uyg'urlar uchun haqni so'zlaganligini, bu sababdan Xitoy hukumatini xafa qilganligini bildirdi. Javhar yana dadisi İlham To'xtaning erkinligi uchun kuchining yetishicha tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirdi. 4 may Gollandiyadagi Uyg'urlar jam bo'lib yaqinqi zamon Uyg'ur tarixidagi mashhur diniy ulama marhum Abdukim Maqsumni eslab o'tdi. Faoliyatdan Uyg'urlar birlik va ittifoqlikka chaqirildi. Faoliyatga Turkiyada turishliq doktor Atavulla Shahyari apandi alayda taklif bilan kelib, maxsus leksiya berdi. Abdukim Maqsum hoji 1925-yil Xotanning Guman oilasida dindor oilada dunyoga kelgan. U o'z hayotida Shinsey Kuomintang va Xitoy kommunistlarining turmalaridan necha 10 yillab yotgan. Ham azroqli erkinlikka erishgan amallar vatanni, xalqni jaholatdan uyg'otish ishlarini davom qildirgan. Abdukim Maqsum hojim 1993-yil 6-oyning 19-kuni boqiy olamga safar qilgan edi. Atavulla Shahyari apandi marhum Abdukim Maqsum hojimdan ta'lim olgan va Turkiyadagi ma'lum bir universitetda mudarrislik qilish sharfiga erishgan hadis ilmiy tadqiqotchisi. U ustozi Abdukim Maqsum hojimning ta'limlarini misol keltirib turib, Uyg'urlarni birlik, ittifoqlikka chaqirdi. Şinjan sınıfıda oquyotgan 16 yoshlik Uyg'ur o'smirning o'limidagi sirliq taraflar uning ota-onasi va tonushlarini gumonlantirgan. 16 yoshlik İbrahim Abdurahman Zhejiang o'lkasidagi Şinjan sınıfıda oquyotgan bo'lib, u 27 aprel kuni maktabdan chiqib ketib, yotiqiga qaytib kelmagan.
Uning jasadi 1-may, ya'ni 30-aprel Ürümçi vokzalidagi portlashdan bir kun keyin qo'shni shahar Hangzhoudagi daryodan suzib olingan. Doirlar İbrahimning o'zini daryoga tashlab olganligini ilgari surib, hech qanday mas'uliyatni ustiga olmagan. Deloga Hangzhou davlat amonlik atritining aralashishi va İbrahim Abdurahmonning deb ko'rsatilgan vasiyatnomidagi gumonliq nuqtalar aslida sirliq bo'lgan bu o'limning ustiga yana gumon tug'dirgan. Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördülər. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.